Assalamu alaykum hürmetlik teletomoshabinlar. Cumhuriyetlik Mustaqil Aziya bugun gezitining o'qirmanlari. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarni gezitimizning navbatdagi 5-oktyabr 28-sonda berilgan maqola va materiallar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Bugungi kuninglar xayrlik bo'lsin. Gezitimizning bosh sahifasida elimizning Oral shahrida madaniyatlik ana, madaniyatlik millat mavzusida o'tgan Qozog'iston Xalqi Assambleyasi Anlar Kengashining forumi va Almuta shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazidagi Yoshlar Kengashining shahardagi Do'stlik mikrorayonida aholi bilan uchrashib, el prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning Qozog'iston xalqiga yo'llagan Adolatli Qozog'istonning iqtisodiy yo'nalishi nomli maktubini muhokama qilganligi haqida maqola e'lon qilindi. Gizitxonlarimizga yaxshi ma'lumki, bu kunlarda elimiz bo'yicha qarorlik nashrlarga mushtari to'plash mavsumi qizg'in boshlandi. Aynan shu munosabat bilan Almuta shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazida tashkil qilingan mushtari to'plash bo'yicha shtabi o'tgan haftada Almuta viloyatiga qarashli Uyg'ur nahiyasida bo'lib, bir qator yezlardagi yigit boshlar, xonim-qizlar va jutlarning faoliyatchan vakillari bilan uchrashgan edi. Aynan shu uchrashuvlar haqida Aziya bugun gezitimizning mushtari to'plash shtabi tayyorlagan Biz Aziya bugun gezitini qo'llaymiz nomli reportajni gezitxonlar diqqatiga havola qildik. 1-oktyabr kuni elimizda Mo'tivarlar kuni keng miqyosda nishonlandi. Bu bayramni Almuta shahri va Almuta ham Yatsi viloyatlarida yerlik madaniyat markazlari va yigit boshlar bilan xonim-qizlar uyushtirib, hurmatli dam olishdagi mo'tivar otalar bilan nuroniy onlarga baxtli daqiqalarni hadiya qildi. Joy-joylarda tantanlik uyushtirgan bu bayramlik kechlar haqida alohida xabarlar tayyorlanib, mo'tivarlarga hurmat mavzusida gezitimizdan o'qilaysizlar. Gezitimizning axborotlik sahifalarida Uyg'ur nahiyasiga qarashli Katman yezisi mashhur Jalilov nomidagi o'tira maktabning 6-sinf o'quvchisi Sanyam Shuhrat qizi yozgan maktabda o'tgan til mayrimi, Amgakchi Qozoq nahiyasidan Nurjamol Asanovaning qalamiga mansub Nazgum O'nkirni ziyorat qildi. Qozog'iston Uyg'urlarining bosh yigit beshi To'lqin Raziyevning Cumhuriyetlik Meşrepke Merhamet, öz muxbirimiz tayyorlagan Okyan dam elish o'rni nomli maqolada o'qirmanlar diqqatiga sazovor. Bu yil milliy adabiyotimizning yorqin namoyandasi, talantli shoir Abdulhay Ro'zining tug'ilganiga 100 yil to'ldi. Shu munosabatga bog'liq gezitimizning adabiyot sahifasida filologiya fanlarining doktori Murat Emrayevning qalamiga mansub Anajut kuychisi sarlavkilik maqola ve şairning ijodidan bir turkum she'rlar gezitimizning adabiyot muxlislarining diqqatiga havola qilindi. Gezitimizning Amgakchi Qozoq nahiyasi bo'yicha maxsus muxbiri, shoira Toshgul Ziyorovaning asrga jamlangan hayot sarlavkilik maqolasida Amgakchi Qozoq nahiyasi Do'stlik yezida istiqomat qilayotgan 93 yoshli nuroniy ona Sharvanam Xizirovaning hayot yo'li haqida sir chekdi. Mazkur maqolada farishta misaldagi ona o'zining hayot yo'lidagi sarguzashtlarini xotirlaydi. Gezitimizning o'qirmanlar diqqatiga sazovor Jut uchun Parvona nomli maqolada o'z muxbirimiz Talg'ir nahiyasi Tuzlubostav yezisidagi xonim-qizlar kengashining raisi, peshqadam ustoz, milliy madaniyatimizning jonkuyari Banum Bavdinovaning hayot faoliyati ham uning milliy madaniyatimizning, matbuotlarimizning bugungisi va istiqboli haqidagi mulohazalari bilan tanishtirdi. Oktyabr oyining dastlabki haftasida o'skilan avlodga bilim berayotgan ustozlar kuni nishonlandi. Mushu mavzuga bag'ishlangan ustoz sharafli kasb sarlavkilik maqolada Talg'ir nahiyasi Tuzlubostav yezisidagi nomer 31 maktabning ustozi Alfiyam Qurbonova bilan bo'lgan suhbat va gezitimizning rus tili sahifasida Panfilov nahiyasi Yarkan shahrida 30 yillik hayotini pedagogik sohaga bag'ishlagan peshqadam ustoz Nurbanim Faxriddin qizi Kulinovaning hayot faoliyati haqidagi uchitel imom sarlavkilik maqolalarni o'z muxbirlarimiz gezitxonlarimizning diqqatiga havola qiladi. Gezitimizda arab grafikasi asosida e'lon qilingan maqolalarga mas'ul gezitimizning texnikalik muharriri Ablahat Ushurov tayyorlagan Uyg'urlarning adabiyot san'ati nomli maqolaning davomi bilan tanisha olasizlar. Gezitimizning oxirgi betida ko'rnakli rassom, madaniyatshunoslik fanlarining nomisi Hakimjon Guliyevning qalamiga zamondoshlarimizning xulqi mijozi
və qiyafətlərini əks ettirdiğən karikaturalıq əmgəklərdən bəhrəman bola alaysızlar. Hörmətli qərindaşlar, tomirida japakesh Uyg'urning qini aqqan, o'zini buyuk ajdodlarimizning avlodi deb tanıgan har bir qandishimiz chanqan qalblarga ruhiy ozuq beg'ishlagan Cumhuriyetlik Müstakil Aziya Bugun gazetini yazdır yoluşqa aldırang. Bu sizning millatimizning taraqqiyotiga va o'z avlodingizning ro'shan kelajagiga qo'shgan ulushing'iz bo'lsin. Aziya Bugun gazetining indeksi 64-129. Bir yilga yezilish bahası Almatı shahri bo'yicha 3358 tanga 80 tiyin. Viloyat, nahiya va yezlar bo'yicha 3513 tanga 60 tiyin. Gazetga yezilish bo'yicha Qazipochta bo'limchilariga, yigit boshlariga va xonim qizlar kengashlariga murojaat qilsangiz bo'ldi. Har bir Uyg'urning uyida Aziya Bugun gazeti bo'lsin. Hörmətli teletomoshabinlar, gazetimizning navbatdagi soni 19 oktyabr payshanba kuni nashr qilinganligini yodingizga selib o'tmoqchimiz. Shuning bilan bu haftada nashr qilingan gazetimizga bo'lgan obzor oyoqlashdi. Efirda sizlar bilan bo'lgan Aziya Bugun gazetining muxbiri Qo'ldosh Shamshdinov. Yenib ko'rishguncha salomat bo'laylik. Aziya Bugun gazeti doim sizlar bilan birga.